بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Ko'fe shopdamiz, o'tiribmiz 38-qavatda. Ko'rishingiz mumkin. Ba'zi muhim mavzu haqida gaplashsak. Nimaga dindor odam dunyoda ham maza qiladi, oxiratda ham. Oxiratda maza qilishi aniq, oxiratda o'tib ketganligi aniq. Lekin dunyoda ham, qanaqa bu dunyoda dunyoni bosadiganlardan lazzatda o'tib ketadi. Qanaqa? Shu haqida bugun gaplashsak. Birodarlarimiz bor Koreyada. Faqat g'ami ish bo'lib qolgan, lekin men ularga aytamanki, men lazzat qilishlikda, ovqat yeyish bo'yicha, aylanish bo'yicha, ya'ni dunyoviy lazzatlarda sendan o'tib ketdim. Ya'ni sen dunyoda ham lazzat qilolmading, dinni ham eplolmading. Xolos. Yo pulni bosing, xo'p, oxiratda nima bo'ladi? Keyinchalik pulni qayerga sarflading? Tushuntirib bera olmaysan. Dinni ham shunga yarasha bosa olmading. Qanaqa qilib dindor odam dunyoda lazzatlanadi va oxiratda aniq lazzatlanadi. Shu haqida gaplashsak. Birinchi navbatda bilishimiz kerakki, islom dini bilan unga muqobil bo'lgan boshqa tizimlarni o'rtasidagi yagona farq. Islom dini faqat Allohni aytganini qilishlikka va Allohning nazdida afzal bo'lishga chaqiradi. Unga muqobil bo'lgan har qanday tizim natijaga, ya'ni odamlarning nazdida, odamlar nima deyapti, nima ustiga qurilgan. Chunki g'aybni ziddida nima bor? G'aybni ziddida, ya'ni Alloh taolo g'ayb, uning ziddida g'ayb emas, ko'rilsa bo'ladigan odamlar bor. Islom dini amalni o'ziga buyuradi, ya'ni nima amal qilding, o'sha amaldan lazzat olishga odamlarni chaqiradi. Unga muqobil bo'lgan boshqa tizimlar bo'lsa, natijaga chaqiradi. Oddiy odamlar zo'r telefon olsa, zo'r mashina olsa, zo'r uy bo'lsa, deydi, maza qiladi va o'shanga intiladi. Musulmon odam bo'lsa, Allohni tanigan odam bo'lsa, o'zidan dunyoda ustun bo'lgan odamga qarasa, birdaniga Alloh keladi. Ya'ni u qanchalik dindor, u qanchalik o'zini harakati evaziga erishdi. O'shandan kelib chiqib u hukm qiladi. Demak, ikkalasining o'rtasidagi farq shundaki, islom dini odamlarni amaliga chaqiradi, ko'proq amal qilishga. Oldin nafsni tushunishlik kerak-da. Ya'ni nafsning xususiyatlarini bilishlik kerak. Odamga bo'ladigan lazzat, har qanday lazzat ikkiga bo'linadi. Birinchisi nafsning o'zining lazzati. Bu nima? 5 ta sezgi organimiz bor, o'sha sezgi organimiz sezadigan lazzatlar. Chiroyli ovqat yeyishlik, chiroyli hid hidashlik, eshitishlik, chiroyli narsaga qarashlik va tanoga yoqimli bo'lgan narsalar bo'lishlik. Shu 5 ta sezgi organlar lazzat bo'ladi. Bu birinchi turdagi lazzat. Ikkinchisi psixologik lazzat. Ya'ni nima? Odam qalbida kattaroq maqsad qidiradi. Har qanday odam o'zini qalbi unga aytadiki, hayotda qanday kattaroq maqsad qidiradi. O'sha maqsadga erishganda odam lazzatlanadi. O'sha maqsad nima aslida? Maqsad so'zi qasd so'zidan olingan bo'lib, u shunaqa bo'ladiki, boshqalar unga ayta olmasligi kerak, tushunarli? Ya'ni bitta ish qilasiz, hamma uni qila olsa, sizga unaqa katta nimadir sizga katta lazzatlanmaysiz. Uni boshqalar qila olmasligi kerak. Siz ya'ni musobaqada yutishingiz kerak ularni. O'shanda siz qalbingizda lazzatlanasiz. Psixologik lazzat. Endi farq nimada? Nafsning lazzatlari deyarli hammada bir xil. Hamma ovqat yesa lazzatlanadi, hamma chiroyli hid hidasa lazzatlanadi. Ikkinchisi psixologik lazzat. O'shanda islom dini bilan unga muqobil bo'lgan tizimni farqi ko'rinadi. Psixologik lazzatda. Alloh taolo bizlarga faqat o'zining roziligiga qarab yurishlikni buyurgan va o'shanda odamlar lazzatini odam o'zi boshqaradi. Tushunarli? Nimaga? Chunki odam Alloh nazdida faqat o'zining qilgan amallariga javobgar bo'ladi. Siz bilmasdan turib birov ish qilib qo'ysangiz, Alloh taolo sizni ushlab qolmaydi. Bilamiz, qalam ko'tarilgan, uxlayotgan odamdan ko'tarilgan, bilim uxlayotgan, balog'atga yetmagan odamdan ko'tarilgan va odam biror bir ishda qasddan qilmasa, u javobgar emas Alloh nazdida. Ya'ni siz o'zingizni nimadan lazzat olishingizni o'zingiz boshqarasiz. Ya'ni o'zingiz amal qilib, qanchalik Alloh roziligiga intilsangiz, amal qilsangiz, lazzatingiz ziyoda bo'lib boraveradi. Dunyoviy tizimda unaqa emas. Nimaga? Odamlarning gapi boshqaradi unda. Nimaga? Odamlar qaysi oqimga qarab borsa, siz ham o'sha oqimga qarab tiqilasiz va sizga bog'liq emas qanchalik ko'p lazzatlanishingiz. Ya'ni odamlar nima deyishiga bog'liq. Va o'shanga siz, ya'ni qanchalik ko'p odam, ya'ni siz intilayotgan narsani qanchalik ko'pchilik qila olmasa, shunda siz lazzatlanasiz. Bu o'ta qiyinlashtiradi lazzat olishni.
va o'sha psixologik hayotdagi katta maqsadlaringiz sizni kichkina lazzatni olishga to'sadi. Odam siqilganda, stress bo'lganida maza qilib ovqat yeb o'tira olmaydi, maza qilib qo'shiq eshita olmaydi, qulog'idan lazzat eshita olmaydi, ko'zidan, burnidan, ya'ni lazzatni boshqa sezgi organlaridan kelsa, uni qalbiga sig'maydi, ko'tarmaydi qalbi. Qachonki uni hayotdagi katta maqsadlarini qonganda, keyin u maza qilib o'tirib, atrofga qarab, maza qila oladi. Nima demoqchiman? Allohning roziligiga intilib, tasavvuf bilan shug'ullanib, tizimli ravishda hayotni tartibga solib, intilib, o'zini amaliga qaragan, ya'ni o'zini amalda ziyoda bo'lishga intilgan odam dunyo va oxiratda izlanadi. Dunyoda o'sha katta maqsadlarni amalga oshirgan shu odam kichkina ovqat yeyishdek, eshitishlik, aylanishlik, ijtimoiy lazzatlar uning uchun qalbiga sig'adi va u maza qiladi u odam. Boshqa, ya'ni odamlarning gapini orqasidan quvlagan va pulni orqasidan quvlagan, ya'ni zo'r to'y qilishlik uchun, zo'r kiyim kiyishlik uchun, yaxshi uy qurishlik uchun, yaxshi mashina olishlik uchun uni intilgan odamlar o'ta qiyin lazzat olishi. Nimaga? Mashina olasiz, boshqa odam yaxshi mashina olibdi. Ya'ni siz lazzatlanmaysiz, yana ko'nglingiz to'lmaydi o'zingizdan. Yana harakat qilaverasiz. Oxiri yo'q. Va o'zingiz miyangizga qo'yib olgan muammolar orqasiga qidirasiz. Aslida muammolar yo'q. Nimaga? Tasavvur qiling, o'sha muammolaringizni siz hal qilmasangiz ham shundan o'zi hal bo'lib ketadi vaqt o'tishi bilan. Ammo diniy ishlaringiz Alloh taolo sizga yuklagan muammolar hech qachon hal bo'lmaydi o'zidan o'zi. Siz amal qilmasangiz. Shuning uchun islom dinida Alloh taolo bizlarga o'zing bilganingda, o'zing bilib turib amal qilishligiga qarab Alloh taolo savob beradi. Bilmagan, esdan chiqib qolgan, qo'layotgan va odam qasddan qilmaydigan ishlarga odam javobgar emas. O'shaning uchun islom dinida psixologik lazzatlar bor. O'shaga erishish o'ta oson. Nimaga? Chunki faqat sizga bog'liqda. Siz amal qilasiz, bo'ldi, shu lazzatlarga topasiz. Dunyoviy tarafda o'ta qiyin lazzatga borish. Nimaga? Siz to'xtamasdan shunaqa bolalar bor, ya'ni 3 million 4 million oylikka ishlaydi va lazzatlanmaydi. Aytsa, shu pulni o'rniga vaqt orqaga qaytsa, shu pulni o'rniga falon diniy ish qilgan bo'lamidi, desa, ha deydi. Ya'ni u pulni topdi, lekin bundan maza qilmayapti ham o'zi. Ya'ni ba'zi birodarlarimizdan gapirsak, aytsangiz, ya'ni necha pul topding? Misol 2 million, 3 million, 4 million deydiga, hop, ozroq bo'lgani ham rozimi desa, nima bo'lardi ozroq topganingda? U aytadi, hech narsa bo'lmardi. Ya'ni hayotini tizimga qo'ymasa odam, shayton unga ko'proq topishlikka vasvasa qilaveradi. U o'zi ham tushunmaydi, ya'ni nimaga ko'proq topish kerakligini. Va shunchaki bu narsa maqsad shu bo'ladi, pul topish. Uni orqasidan keladigan pul topding, hop, orqasidan nimaga erishyapsan? Uni o'ylamaydi, shunchaki topishlikda o'ziga chegaralanib qoladi odam. Masalan, 15 ming dollarga to'y qilaman deyapti. Deylik bitta odam. Hop, 14 ming dollar bo'lsa ham bo'ladi. Sizda bo'lmaydi. 13 ming bo'lsa-chi? Sizda bo'lmaydi. 12 ming bo'lsa-chi? So'nga pastga qarab ketaveramiz. Shayton xuddi shuni ziddini qiladi. 15 ming dollar to'y bo'ldi, 16 ming bo'laversin, 17 ming bo'laversin, tepaga qarab ketaveradi. Islom dini shunga nima deydi? Kattaroq sizga hayotingizga o'ziga bog'liq bo'lgan maqsad sizga beradi. O'sha maqsad borligi uchun bu yoqdagi dunyoviy tashvishlaringiz avtomatik kamayadi. Siz Qur'on o'qishingiz kerak, diniy ishlaringiz bor, o'shanga siz boshqa dunyoviy ishlaringizni kamaytirasiz iloji bor. Chunki bu kattaroq maqsadingiz borda sizda. Kattaroq maqsadingizga intilish uchun buni kamaytirasiz. O'shanga kattaroq maqsadga yetganingizdan keyin o'tirib kofe shopda masalan kofe ichishlik, lazzatlanishlik, boshqalarga qarashlik siz uchun lazzatliroq. Nimaga maza qila olasiz? Nimaga? Chunki kattaroq maqsadni qilib qo'ygansiz. U kattaroq maqsadni qilib olmasa, odamlar gapirib orqasiga yurganda bu kichkina lazzatlarim uni qalbiga sig'maydi. G'am chekib, asabiylashib, ya'ni stress bilan o'tiradi. Stress nima degani? Odam o'ziga bog'liq bo'lmagan ish, o'zi kutgandaqa bo'lishni xohlashi stress bo'ladi. Musulmon odam hech qachon stress bo'lmaydi. Gapimga javob beraman. Musulmon odam, ya'ni musulmon demaylik, tasavvuf bilan shug'ullangan haqiqiy mo'min odam deylik. O'sha odam stress bo'lmaydi. Nimaga? Chunki unga bog'liq bo'lmagan ishni odam muhim deb bilmaydi. Va islom dini bizlarga shunday narsani o'rgatadiki, har bitta muammoga yechim o'rgatadi. Har bitta muammoga eng zo'r yechim nima? Bilaylikki, har bitta muammoni dunyoviy tarafdan yechimi shuki, o'sha muammoni qidirib pul orqali yoki moddiy manfaat orqali yoki yechishga harakat qiladi. Islom dini uni juda ham o'ta oson yechib qo'yadi. Nima deydi? U senda katta muammo bor, o'sha muammo bilan shug'ullan, bu muammo bo'lmay qoladi.
Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan, Astaghfirullah. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum inna zalzalat sa'ati shay'un azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هو بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Ey odamlar, albatta zalzalata saati shay'un azim. Yer qimirlaydigan soat o'ta muhim ish. Unda har bitta emizayotgan emizuvchi emizayotgan narsasini tashlab qo'yadi, unutadi. Ya'ni oxirat shunaqaki, hayotda har qanday muammoingizni unuttirib yuboradi. Alloh taolo bizga nimaga buni eslatyapti? Nimaga buni bildiryapti? Hayotiy dunyoni ham xuddi shunaqa. Sen oxiratingda, ya'ni kattaroq bo'lgan ishing bilan sen mashg'ul bo'lgin. Bu kichkina muammolaringiz, sog'lig'ingiz, moddiy, moliyaviy muammolaringiz sizga hech narsa bo'lmay, muammoligi bo'lmay qoladi. Bu muammo emas. Hatto kasal bo'lsangiz ham. Bu bilan siz ya'ni bir necha soat tafakkur bilan siz har qanday muammoingizga javob topasiz. Dunyoviy tarafdan muammoingizni yechimi sizga 1 yil ishlashlik, 2 yil ishlashlik bo'lsa, diniy islomiy diniy jihatdan 1 soat tafakkur bilan siz yechasiz hamma muammoingizni. Ya'ni muammo emasligini bilasiz. Tushunarli? Alloh taolo barchamizni dindorlar, taqvodorlar qatoridan qilsin. Va xayru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Sallallohu ta'ala alayhi va alihi Muhammad va alihi